Assalamu alaykum hürmetli muhterem aziz qarindoshlar. Biz bugün Qur'oni Karim dersimizni boshlaymiz. Bu dersimizde Qur'oni Karimdagi tajvid qoidalari va diqqat qilishga tegishli o'rinlarni eskartib o'tamiz. Birinchi bo'lib Qur'oni Karimning 5-dagi sura Fatihani dars qilib o'tamiz. Bu sura Makka da nozil bo'lgan suralarning qatoridan bo'lib 7 oyat, 29 kalima, 143 harfdan tarkib topgan bir sura. Bu surada aqida, ibodat va uningdan boshqa nurg'un mazmunlar bayon qilindi. Bu suraga Qur'oni Karimning umumiy mazmunlari mujassamlangan bir sura, ham duo, ham shifo bo'lgan bir sura. Bu suradagi tajvid qoidalari tuvandikcha. Bismillah. Bismillah'daki Allah degan lafzi jalolidagi lam inchki o'qiladi. Bismillahi deb. Bismillahi o'qimaymiz. Chunki Allah degan lafzi jalolining oldidagi mim zirliq. Ar-Rahmandagi alif lam idg'am shamsiya. Shunlashqa bu lam o'qilmaydi. Ar-Rahmandagi ro zabarlik o'qilg'i uchun qalin o'qiymiz. Ar-ro deb. Hani kanayning o'ttirisini chiqarib o'qiymiz. Rohi deb midirtib chiqib bo'lmaydi. Ar-roh. Mimdagi alifni ishga harakat miqdori so'zimiz inchga o'qiymiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahimdagi alif lam ham idg'am shamsiya, shun lam o'qilmaydi. Ar-Rahimdagi roni qilin ilib o'qiymiz. Ar-ro deb o'qisa qo'ymaydi. Davallik o'qilish uchun qilin olamiz. Ha kanayning o'tirisidan chiqarib o'qildi. Ya'ni ishga harakat miqdori so'zimiz. Mimda to'xtasak bu yerda madda arid bo'ladi. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat miqdori so'zib o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdu degan kalimadagi lam izhar qamariya, shu lamni uchuq chiqarib o'qiymiz, midirtib olmaymiz. Hani kanayning o'tirisini chiqaramiz. Al-ha. Mimni izhar qilib o'qiymiz. Alhamdu dan alhamdu deb so'z bo'lish bo'lmaydi. Lillahi degan lafz jalolidagi lam inchga o'qiladi. Oldidagi harf zirliq bo'lganligi uchun lillahi. Robbildagi roni qilin ilib o'qiymiz. Bani uchiq chiqarib o'qiymiz. Robbil deb dima qapirib olish bo'lmaydi. Robbil lamni mudratmay uchiq chiqarib o'qiymiz. Chunki al-alamindagi lam izhar qamariya. Aynni kanayning o'tirisidan chiqarib 2 harakat miqdori so'zib o'qiymiz. Alamin deb o'qisak bo'lmaydi. Alamin. El-alamin. Yani ishga harakat miqdori so'zimiz nunni sakin qilib to'xtatsak va madda arid bo'ladi. 2 4 6 harakat miqdori so'zimiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahimdagi alif lam idg'am shamsiya, shu lam o'qilmaydi. Ar-Rahmandagi roni qilin ilib o'qiymiz. Hani kanayning o'tirisini chiqaramiz. Mimni 2 harakat miqdori so'zimiz. Ar-Rahmanir. Ar-Rahimdagi alif lammi idg'am shamsiya ninki alif lami. Shu lam o'qilmaydi. Roni qilin ilib o'qiymiz. Hani kanayning o'tirisidan chiqaramiz. Ya'ni 2 harakat miqdori so'zimiz madda tabiiy bo'lganligi uchun mimni sakin qilib to'xtatsak bu yerda madda arid bo'ladi. 2 4 6 harakat miqdori so'zimiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Malikidik alifni 2 harakat miqdori inchga so'zib o'qiymiz. Yawmiddindagi ad-dindagi alif lam idg'am shamsiya, shuni lam o'qilmaydi. Ya'ni 2 harakat miqdori so'zimiz nunni sakin qilib to'xtatsak madda arid bo'ladi. Bo'lmasa yana 2 harakat miqdori so'z o'qiymiz. Maliki yawmiddin. Yawmiddin deb o'qisa bo'lmaydi. Yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke degan kalimadagi ya'ni ishkirisini aniq chiqarib o'qiymiz, ammo g'unni chiqarib olish qolmaydi. I deb. Ya'ga qo'shilgan alifni 2 harakat miqdori inchga so'zib o'qiymiz. Iyyâke emas. Iyyâke kapni uchiq chiqaramiz. Na'budu degi aynni uchiq kanayning o'tirisini chiqarib o'qiymiz. Ba dalni so'zib olishga bo'lmaydi. Iyyâke na'budu. Ve iyyâke nesta'indeki ve iyyâdeki ya'ni ishkirisini aniq chiqarib o'qiymiz. Tashdidga o'qilgan harf 2 harakat ikkisi aniq o'qildi, 2 qatim o'qiladi. Alifni 2 harakat miqdori inchga so'zib o'qiymiz. Ve iyyâke nesta'indeki aynni kanayning o'tirisini chiqarib ya'ni 2 harakat miqdori so'zib o'qiymiz. Nunni sakin qilib to'xtatsak madda arid bo'ldi. 2 4 harakat miqdori so'zib o'qiymiz, 6 harakat miqdorigacha. Agar to'xtamasak
nesta'in nuhdina sıratal müstakim deb o'qiymiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas deki ha'ni kanini oxirgi qismidan chiqarib o'qiymiz. O'qib olsa qolmaydi. İhdinas nunni zabrulal o'qiymiz, alif o'qilmaydi. As-sirat deki alif lam ya idg'am shamsiya. Shunlashqa bu alif lam o'qilmaydi. As-sirat sotni asti ust tishlar va tilni uchi orasidan chiqaramiz. Ihdinas ro'ni qalin alif o'qiymiz. Zabarlik o'qilg'i uchun alifni ikki harakat miqdori qalin suzib o'qiymiz. As-sira ro toni tilimizning uchini usti udul tishlarninki ko'tkiga tekkizib chiqaramiz. As-sirat dal ta to uchta bir yerdan chiqadi. Al-mustaqimdeki lam izhar qamariya shu lamni o'shiq chiqarib o'qiymiz. Mustaqimdeki qop harf isti'la qalin alif o'qiymiz. Ya madda tabiiy va olgan ikki harakat miqdori so'zimiz. Mimni sakin qilib to'xsaq madda arid bo'ldi, olti harakat miqdori so'zimiz. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Siratdagi sotni ham asti ust tishlar tilimizningki uch tarafdan isqirtgan shaklda chiqaramiz. Ro zabarlik o'qilg'i uchun qalin o'qiymiz. Alifni ham ikki harakat miqdori qalin so'zib o'qiymiz. Toni tilimizning uchini usti udul tishlar to'ga tekkizib o'qiymiz. Ham harf isti'la qalin alif o'qiymiz. Bu talaffuz qilamiz. Siratal allazina kallam izhar qamariya harflari shu lamni aniq chiqarib o'qiymiz. Zalga til tishlaymiz, tilimizning uchiga ust udul tishlar tekkizish orqali chiqaramiz. Allazina deb chiqarib olsak bo'ladi. Allazina ya'ni ikki harakat miqdori so'zimiz menda tabiiy bo'lganligi uchun. An'amtadagi hamzini kanayning oxir qismidan chiqaramiz. Ayn qilib berish bo'lmaydi. An'amta deb nunni madratmay, qalqala qilib olmay, nunni sakin qilib o'qiymiz, izhor qilib. An'amta aynni kanayning o'rtasidan chiqaramiz, mimni izhor qilamiz. An'amta alayhim aynni kanayning o'rtasidan chiqaramiz. Ya bu yerda harflin bo'ldi, yumshoq olamiz. Alayhim ya'ni kanayning oxirisidan chiqarib mimni izhor qilib o'qiymiz. Alayhim o'qib berish, alayhim deb buni chiqarib berish bo'lmaydi. G'oyrildagi g'oyn harf isti'la qalin o'qiymiz. Ya harflin yumshoq olamiz. G'oy ra zilliq o'qilg'i uchun inchik o'qiladi. Ya'ni tarqiq qilib o'qiymiz. Al-maghdubidagi alif lam izhar qamariya qilib o'qiymiz. G'ayn harf isti'la qalin olamiz. Dotni tilimizning so'l tarafini so'l taraf iziq tishlarga yoki o'ng tarafini o'ng taraf iziq tishlarga chiqarib tekkizib o'qiymiz. Ham harf isti'la qalin alif o'qiymiz. Vav madda tabiiy ikki harakat miqdori so'zimiz. G'oyril mag'dubi alayhimdagi aynni kanani o'rtasidan chiqaramiz. Ya harflin yumshoq olamiz. Hani kanani oxir qismidan chiqarib mimni izhor qilib o'qiymiz. Valaddallindagi lamdan keyin alif o'qilmaydi. Ad-dallindagi lam alif lam bu yerda idg'am shamsiya harflari shu lamni o'qimaymiz. Dotni tilimizning so'l tarafini so'l taraf iziq tishlar, ust iziq tishlarga yoki o'ng tarafini o'ng taraf ust iziq tishlarga tekkizish orqali o'qiymiz. Dot harf isti'la qalin olamiz, tafhim qilamiz. Alifni ikki harakat miqdori so'zimiz. Keyindan tashdid harfga kelgani uchun bu madda lozim bo'ladi. Buni 6 harakat miqdori so'zib o'qiymiz. Valaddol lamni tashdidga olgani uchun yana bir o'qiymiz zir bilan. Ya harflin ya harfmat madda tabiiy buni ikki harakat miqdori so'zimiz. Nunni sakin qilib to'xtatsak bu yerda madda arid bo'ladi. Buni 2 4 6 harakat miqdori so'zib o'qisak bo'ladi. G'oyril mag'dubi alayhim valaddallin. Mana shu tajvid qoidalariga rioya qilgan asosda o'qisak bo'ladi. Bugungi darsimiz o'sha yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.